Bugun sizlarga Aymartda obzor qilib beraman. Shundoqqina Toshkent City'da Zmart bilan qarama-qarshi joylashgan Yandex yozsalar ham chiqib keladi. Ichiga kirib kelishingiz bilan bir tonna ramyonlar sizlarni kutib oladi. Ishoninglar, Viber shunaqa ko'p, orasida nimani tanlashni ham bilmaysizlar. Faqat xodimlar bilan maslahatlashinglar, ichida halol bo'lmaganlari ham bor ekan. Qanaqa darajada achchiqligini esa chetida yopishtirib qo'yilgan qalampirlar soniga qaraysizlar. 3 ta bo'lsa juda achchiq, 2 ta bo'lsa o'rtacha va bitta bo'lsa unchalik emas. Xohlasanglar xuddi o'sha ramyonlarni idishligi bor. Bu hozir Aymartda aksiya ketayotgan ekan va narxlarini videoni pauzaga qo'yib ko'rib olsanglar ham bo'ladi. Ramyonga qo'shib yeyishga sir bilan sosiska bor. Agar ramyonga minganlar bo'lsa, qo'rindoklar bor. Va sizga maslahatim ramyon bilan shunaqa o'zini sokini olib yeyinglar, chunki oldingi safar makula bilan yeganimda umuman ta'mi bir-biriga to'g'ri kelmagan. Ramyonni shunaqa o'zingizlar tayyorlaysizlar, qolganini esa xodimga topshirasizlar va u davom ettirib qo'yadi. 5 milli idish bor, shunaqa suv solib mikrovolnovkada tayyorlab berishadi. 10 milli idish bor, shunaqa apparatlarda o'zingiz tepasida turib tayyorlab olasiz. Bu yerda esa bizning ramyonimiz tayyor bo'ldi va sizlarga life hack, mana shunaqa cho'p olib ishlatishni bilmasanglar, aylantirib shunaqa yesanglar ham bo'ladi. Va yana bitta maslahat, shu tokpokkimi, umuman juda achchiq ekan. Borib maza qilib ovqatlanib kelishingizga esa mana shuncha pul ketar ekan.